Then on my rhyming is pivotal. Homie, the O'zingiz qancha kaloriya yo'qotdingiz hozir? Banfetdagilar ko'p, zaldagilar men shishmas ekan. Maksimum 3 kilodan 5 kilogacha ham o'sishadi. Umuman zalga chiqmagan qizlarimiz ham bor. Eng ko'p kilokaloriya ko'p ketadigan raqslarimiz bor, zumba ya'ni. Ketdi, men noziklashib olmayapman. Men noziklashtirib bering dedi. Qancha keng bo'lsa shuncha yaxshi. Zажигающий такой kaloriya yo'qotadigan muzikaga o'ynaveradilar qizlar. Gazli ichmagin desa, yo'q ichmayapman deb turib, antiq. Ana endi sizlar kelsanglar qanaqa ahvolga tushishinglarni. Bu yoq tomonda hammasi silovoy. Razdivalkani katta qilgansiz. Menga keladigan qizlar eng ko'p shu razdivalkamizdan gapirishadi. Sog'lom hayotga glавный. Assalomu alaykum klubnikalarim. Bugungi suhbatdoshim Aerofit zalining asoschisi, ya'ni shu zalda men bular bilan birgalikda ishlayman. Shular bilan suhbat ko'raman. Aerofit fitness ayollar zalining asoschisiman, to'g'ri aytdilar. Hozir sizlarni tanishtiramiz. Shu gruppoviy aerobika mix darslarimiz bilan, silovoy trenajyorlarimiz bilan, kardio trenajyorlarimiz bilan o'tirib suhbat qilamiz birgalikda. Keting bo'lmasam suhbat quramiz. Mana shu zalni ochayotganda, mana shu hozir bizning zalimizda hamma sharoit bor. Shularni inobatga olganmiz boshida. Olganmiz, hamma sharoitlar, masalan, hamma fitness zalda massaj xonalari bo'ladi. Xohlasanglar apparatli massaj, xohlasanglar ruchnoy, ichida skatka, parafin, zulu, hijoma, hamma sharoit bor. Bittada kelganda, kosmetolog xonasi ham bor, salonimiz bor, xina, qosh laminatsiya, hamma sharoitlar ayollarimizga mos, kiyim-kechakgacha bor. Voy, shuni aytmoqchi edim. Hamma sharoitlarimiz yetarli darajada. Kiyimim yo'q deb, men bozorga qachon tushaman, zalga borishim kerak deb o'tirmaysizlar. Kelsanglar mana. Men vыбор bizda tepa past hamma kiyimlarimiz bor. Ya'ni sizlar bahona qilib uyda o'tirishinglarga hech qanaqa bahona qolmadi. Kelganingizda hamma narsani bitirib ketsanglar bo'ladi. Xod qilib o'zingizlarga Oyoq kiyimlargacha bor. Zalimizning kengligicha. Zalimizning 600 kvadrat metr. 600 kvadrat metrda kardio zonamiz bor. O'rtada gruppoviy aerobika mixga mo'ljallangan zonamiz bor. Bu yoq tomonda hammasi silovoy, tosh bilan, gruz bilan ishlaydigan hamma trenajyorlarimiz yetarli darajada. Gantel, blin, grif hammasi kilolarigacha mo'ljallangan. Hamma sharoitlar yetarli. Misol uchun mijozlar ko'payib ketsa, nimadir yetmay qolib, unaqa problemalar yo'q, bo'lmaydi. endi gruppoyimizda ham mo'ljallangan 40 tadan oshiq stepimiz, gantellarimiz ham, koptolarimiz ko'roz, hamma sharoit yetarli darajada, palkalarimiz ham ortig'i bilan qilib qo'yganmiz. Главный narsa bor bizda, bar. Mabodo sizlar pitaniyamni bu to'g'rilolmayman yo uyga borib qachon diyetechnik ovqat qilaman deb o'tirmaysizlar. Shundoq kelasizlar, boxliroq yo kechroq ketib, mana shu bardan ham foydalansanglar bo'ladi. Hamma sharoitlar bor, hamma xohlagan kaloriyasi kam narsalarni tayyorlab berishadi. Sok deysizlarmi, smuzi deysizlarmi, kokteyl deysizlarmi, hammagina sharoitiga mos darajada sharoit qilib qo'yganmiz. Mana menda misol uchun eng ko'p keladigan savollar qanchada ozdirib bera olasiz? Ana endi sizga bu вообще bu savolni chekiyo bo'lsa kerak. Masalan, 2 barobar ko'proq bo'lsa kerak. Birinchi kelib, zalga kelib, bir oyda necha kilo ozdirib bera olasiz deydigan bo'ladi. Bir oyda maksimum 3 kilodan 5 kilogacha norma holatda ozsa bo'ladi. Ular ham uni o'zini irodasiga, kuchiga, vaqtiga, sabriga bog'liq. Endi shundoq kelib ozib, takki kelib ozotganlar ham bor. Ularda obyomi ketib 2 kilo bo'ladi. Vesidan. Shunda ham xursand. No, addushi kelib shug'ullanaman deganlari 4 kilo ham yetmaydi ularga. Kamlik qiladi. Uning uchun u shunaqa nastroyda kelgan bo'lishi kerak. Asosiy endi qarang, nimaga unaqa? Sababi o'zi qoidasi bo'yicha 30 kilo fitness, 70 kilo pitaniya deyilgan. Tanaga defitsit kaloriya qilmas ekan, ozish protsessi sekinlashaveradi. Agar shu tomonlama pitaniyasi bo'yicha ham nimaga 70% pitaniya deyilgan? Sababi sutkada 24 soat bo'lsa, 2 soat zanimatsiya qiladi. Qolgan 22 soatida qayerdadir nimadir kaloriyasi kuchli narsa yeydigan bo'lsa, uni foydasi kam, kuchini kesib qo'yaveradi, protsess sekinlashaveradi. Endi 5 mahalliy bozotganlar ham bor. 5 mahalliy bozadiganlarimizning kaloriyasi o'lchangan bo'ladi. Metabolizm aylanib turishi kerak. Metabolizm kunlik jidkis normasi joyida bo'lishi kerak. Kunlik jidkis normasi ham kelgan klientni, masalan, vesiga qarab belgilanadi. Hammaga 1 xil litr suv jidkis miqdori belgilab berilmaydi.
kunlik jiddiy normasini joyiga qo'ydi, ya'ni uyquni yana orasida, pitanyasini, sportni, hammasini birgalikda olib borsa, ana sog'lom ozish 4 kilo, 5 kilogacha bemalol ozsa bo'ladi. Bu endi o'sha klientimizning irodasiga, sabriga, fitnesga bo'lgan, sportga bo'lgan vaqtini ajratishiga, vaqtiga qarab belgilanadi. Misol uchun men kelgan qizlar menga shu savolni berishsa, men birinchi javobim shunaqa bo'ladiki, sen tez ozish uchun emas, seni maqsading tez ozish, tez maqsadga yetish emas. Shunaqa ozish kerak, качественный ozish kerak. Senga sog'lig'ingga zarar bo'lishi kerak emas. Seni o'sha agar problemli sog'lig'ingda qanaqadir muammolaring bo'lsa, o'shalarni ham yanada oshirmasdan, naborot sog'lig'ingga foyda keltiradigan qilib ozishga harakat qilishing kerak deyman-da. Yana bitta eng katta muammomiz, menda ko'p shunaqa qizlarim vес tashlashadi-da. Keyin 2 oydan keyin qaytib kelishadi. Undan battar semirib ketganda. Yo'q, endi qarang. Mana shu ham katta muammo. Menga kelishadi, sport zaliga kelishdi yoki arabskiy kelishdi, farqi yo'q. Keldimi? 3 oy ularda srok bo'lishga. 3 oyda nimaga 3 oy? 3 oydan o'tib olsang, marra saniki. Endi 3 oydan o'tib ol, amallab 3 oy ularni zo'rlab, psixologически ham, moralniy ham, pitaniya bo'yicha ham tushuntirib o'tkazib olsak, shartlarimizga ko'nsa, treneri eshitsa, vaqtida darsda qatnashsa, natijaga erishadi. Sababi birinchi oyda keldimi, уже объем bir xil mehnat qiladi atrofdagilar bilan, atrofdan eshitadi, что mamuncha ozdik, mana ozayotgan ekan deydi. Ularni biologik, anatomik telasi bir xil bo'lmaydi, tanasi bir xil bo'lmaydi. Chunki bir xil vaqtda oziqlanishmagan, kimdir ko'p gazli ichgan, kimdir ko'p shirinlik yegan, kimdir har doim sog'lom yurgan. Farqi o'sha birinchi oyda объем отёки ketsa, ikkinchi oyda уже ichki organlarda o'zgarish bo'ladi. Polni ichki organlar ham vaqt o'tgan sari yiriklashib, kengayib boradi. U yoq tomonlama ichki organlarda o'zgarish bo'ladi. Уже uchinchisida korreksiya figuralari, polni mышцалari bilan qochish bilan ishlab boramiz. 3 oyda уже natija ko'rinadi. Shuning uchun 3 oyda natija ko'rgandan keyin o'sha natijani ushlab turish kerak-da. Maksimum. Уже qochish uyog'iga 4 oy, 5 oy, 6 oy, 1 yillab keladiganlar bor. O'sha ozib oldim bo'ldi deb kelmaydigan qizlar. Yo'q, 3-oyda mышцаga qotish ishlanadi. Mushaklarimizga qottirganimizdan keyin u 2 oy yo'q ketadimi, 5 oy yo'q ketadimi? Vazn qo'shsa agar birinchi ozgina объем qo'shib turib, qo'shsa bir 2 kilo, 3 kilo qo'shadi. Fitness endi bu nimaga Yevropada, chet elda masalan fitness emas, o'zi sport. Har kuni 2 soat qilishadi. Sutka degani 4 soatmi, 2 soatda sport. Yugurishga chiqadi masalan, anaqaga borsa, ertalab yotganda ham tuxum yeyishadi, suvda pishgan tuxum, обязательно apelsin soki, kam-kam, tez-tez. Ular chunki aqli yetadi. Oshqozonini og'irlashtirib, bizga o'xshab kosadan keyin shirinlikdan keyin gazli, unaqalar qilib o'zligini og'irlashtirishmaydi ular. Biz ham xudo xolasa shu darajaga yetib olamiz. Inshaalloh. Misol uchun menga boshqacha savollar bilan kelishadi. Sizga qanaqa savollar bilan kelishadi? Endi bizga ayollarimiz har xil turda kelishadi. Kimgalargadir kardio trenajyor doktor aytgandan keyin kardio trenajyorga boring, umumiy qadam yuring. O'sha bizda endi hammasi umumiylashgan. Обязательно endi babi boshda ayollar keldimi, kardio trenajyorda qonni aylantirib bo'lgandan keyin yo siloviy tomonlarga, gruppovilarga o'tishligi mumkin. Bu sog'liq, misol uchun hamma ayollarimizning sog'lig'i har xil bo'ladi. Misol uchun farzandli bo'lgandan keyin, hozirgi zamonda shunaqa bo'lyaptiki, ekologiya ham bilmayman, farzandi yo'q, hali farzandi bo'lmagan ayollarda ham ko'p sog'lig'idan muammo bo'lyapti. O'shalarda chegarov bormi? Cheklov. To'g'ri aytdingiz. Bizda unaqa ayollardan ko'p, ya'ni eng maksimum yili 10 yil davomida farzandli bo'lmagan ayollarimiz kelishadi. Uzog'i 2 oyga borib, har tomonlama har kuni kelib, trener bilan individualniy shug'ullanib, polniy rezultatga erishib homilador bo'lgan ayollarimiz ham bor. Ya'ni ularning qizuv voqeasi bosh oyoq sarpa qilib ketishadi. Ya'ni bir xil ayollarimiz borki, ya'ni Turkiyaga borib qanaqadir eko qilaman, harakat qilaman degan ayollar oxirgi umidi fitness trenajyorning zal bilan bo'ladi. Ya'ni trener bilan individualniy shug'ullanib turib, polniy ulardagi qon aylanish sistemasi, ichki organlardagi a'zolari hammasi birgalikda mujassamlashib, обязательно Allohning izni bilan rezultatga erishayotganlarimiz bor. Mashalloh. Biz sababchi odamlarmiz faqat. Qanaqa sog'lig'ida
misol uchun muammosi bo'lgan ayollarga mumkin emas yoki unaqasi yo'qmi, sekin-sekin qilsa Yo'q, bo'ladi. endi sportni bizda shunaqa jihozlaganmizki, imkoni yo'q darajada yo'q. Ya'ni o'tirib qiladigan mashqlarimiz bor, trenajyorlarimiz bor, o'tkazib shug'ullantiradigan hamma sport qoidasi mumkin. Faqat sekin-sekinlikdan olib boriladi. Individualniy trener bilan nazoratida polniy sekin-sekindan tepaga chiqamiz. O'sha qo'li ko'tarilmayotgan ayollarimiz, shamol teggan, pay qisilgan, ya'ni yelkalari osilib qoladi ularni. Ularni individualniy trener bilan sekin-sekinlik darajada уже ishlatib, polniy ko'taradigan darajada o'zligi xursand bo'lib ketishadi. Bu narsa bor. Yoshdan ham chegara yo'q. Yo'q, yoshdan ham 7 dan 70 gacha barcha opa-singillarimiz hammaligi shu yerda asosan rezultatga ishlaganimiz uchun bir-birligidan etib kelishadi. Qarang, Arafat, bo'lmasa mana hozir uyda o'tirib, umuman zalga chiqmagan qizlarimiz ham bor. Shularga ozgina tushuncha bo'lish uchun o'zingiz yoqtirib shug'ullanadigan bir mashqnimi yoki qanaqadir o'zingiz postanovka qilgan shularga bir raqsingizni ko'rsatib berasizmi? Bo'ldi. Bor unaqa raqslarimizdan ham eng ko'p kilokaloriya ko'p ketadigan raqslarimiz bor, zumba ya'ni. O'shalardan bittasini ko'rsatib beraman. Bo'ldi, bo'lmasa. Qani, kolonkani yoqamizmi? Ketdik. Это bagada. Eng zo'r такой зажигающий, такой kaloriya yo'qotadigan muzikaga o'ynaveradilar qizlar. Men o'zim ko'rganman, вообще dahshat. Просто sizlar ham shu narsani ko'rishingiz uchun so'radim. Chotki. O'zingiz qancha kaloriya yo'qotdingiz hozir? Obedlanganmidingiz? O, ana, bugun 400 kiloga ozdingiz. Вообще chotki, вообще красиво. Siz arabskiy ham ketib qoldi. Men turolmadim, ko'rdingizmi? Вот, qizlar, mana shu zumba hisoblanadi. Zumbani ichida, aerobika miksning ichida shunaqa zumbasi ham bor. Это вообще zo'r. Bir soat ham yetmaydi o'ynasak. Da. Ko'pligidan. Da. Mikrofonsiz gapiryapmiz. Mikrofon taqib oling, xo'sh. Ana. Вот, ko'rdinglar qizlar, mana qanaqa hansirab qoldilar. Kim bo'li trenerlar, ana endi sizlar kelsanglar qanaqa ahvolga tushishinglarni представляете qilaveringlar. Kelsanglar bo'ldi, glавный. Sizlarni uydan turib, ishxonadan chiqib olib kelib olish maqsad. Yo, bizga qo'yib beringlar. Yoki adresinglarni beringlar, o'zimizga borib olib kelamiz. Eshiginglarni tagidan. Ya. Shunaqa xizmat ham ko'rsatmasak bo'lmaydi, ato chiqish olmayapti. Yo, shundoq ham telefonda yoziladi. Turak yo'q ketding. Bo'la xotin. Bo'lmasam telefon Yo, nomerini. qizlarni o'zi bor, shunaqa opa-singillarimiz bor. Chaqirib tur, telefon qilib borib olish. Borib olmayapman. Bo'ldi. Xabar olib turing, bizdan ham kelamiz deb. Kommentariyada bo'lmasam telefon nomeringlarni qoldirasizlar. Qoldiringlar qizlar, o'zimiz chaqirib olamiz. Telefon qilib chaqirib olamiz, motivatsiyani zo'rini berib. Xohlasanglar aerobika miksga, xohlasanglar arabskiga. Sog'lom hayotga glавныйsi. Shu. Arafat, bilasizmi, eng zo'r nimani qilgansiz? Shu zal ochayotganda razdivalkani katta qilgansiz. Menga keladigan qizlar eng ko'p shu razdivalkamizni gapirishadi. Keng, katta, shkaflarimiz ko'p, toza, dushovoylarimiz ham ko'pligi. Ya'ni qizlar очередь ko'tarib turishadi. Biz endi ayollarimizga bilasiz. Yuragi tormi, bilmadim, qanaqadir ularga qancha keng bo'lsa shuncha yaxshi. Shuning uchun 3 ta dushovoy, 3 ta hojatxona, shkaflar 60 tadan shu shkafimiz bor. Razdolkamiz kengligi bizning fishkamiz sifatida. Yana shu narsaga e'tibor berishimiz kerak. Bitta soatning o'zida biz 60 ta qizni qabul qila olamiz. Qila olamiz, ha. Maksimum 60 ta. Bemalol urushmasdan, talashmasdan, shkaflar ham bemalol yetadi, hamma. Da.
Xo'p, endi qara Farida. Senga keladigan yo'llarimiz, arabskiga keladigan yo'llarimizning pitaniyasiga ham ahamiyat berib turasanmi? Da, agar men arabskiga qatnashib ozmoqchiman degan qizlarimga обязательно pitaniyasiga qarashni tavsiya beraman. Chunki pitaniya birinchi o'rinda, o'zingiz aytgandek, pitaniyasiz hech qanaqasiga ozib bo'lmaydi. Ya'ni pitaniya qilmasdan, dieta qilmasdan kelgan qizlarim kaloriya yo'qotadi, yo'qotmaydi emas. Prosta yegan narsasini kaloriyasini yo'qotib chiqib ketishadi, bo'ldi. A pitaniya bilan birgalikda arabskiy bilan shug'ullansa, albatta buning natijasi bo'ladi. U nima deydi, o'sha bir oyda 3 kilodan 5 kilogacha, даже 8 kiloga ham tashagan qizlarimiz bo'lgan. Endi ular strogiyda anaqa aytganimdek, misol uchun gazli ichmagin desa, yo'q ichmayapman deb turib, anta kolani butilkasini tashlab kelgan qizlarim bo'lmaydi-da ular. Endi ularga tushuntirish kerakki, nimaga gazli gazirovka, Red Bull deyshadimi, Gorilla deyshadimi, nima yana fleshlar shunaqalar bormi? Ular faqat birinchi o'chirda tish emalini yemiradi, keyin u yog'iga suv chirishiga olib keladi. Bekordan bekorga o'zligini sog'lig'iga zararda. Ayting bo'li biz ayollarimiz, biz homilador bo'lishimiz bor. Biz homilador bo'lganimizdan keyin bizdagi bor vitaminlar, hamma narsa bolaga ketadi. Ona bo'lganimizdan keyin bizani o'sha defitsit, o'sha vitaminov, hamma narsani yo'qotamiz. Biz qo'shimchasiga agar o'sha narsalarni iste'mol qilsak, ya'ni shunaqa qizlarim borki, erim har kuni kola ichadilar-da, erim yoki har kuni energetik ichadilar. Men ular bilan qo'shilishib ichib o'rganib qolganman deydi. Erkaklarning organizmi ayollarnikiga qaraganda mustahkamroq, kuchliroq bo'ladi, chunki ular bizga o'xshab ona bo'lib, homilador bo'lib, tug'ruqlarni boshdan kechirmaydi. Ya'ni hamma bor narsasini farzandiga bermaydi. Ular faqat tug'ilgandan keyin mehr berishadi. Mana kardioda deganda ko'pchilik qizlar faqat begovoy tushunishadi-da, Arafat. Mana kardioda o'chirib kutib qolmasligi uchun men bu velotrenajyorlar ham hammasi velotrenajyor, lija, hammasi kardio trenajyorga kiradi. Begovoyda zanit bo'lsa, masalan, lijada, velida hamma sharoitda bemalol almashib qilaverishadi. Shunaqa qizlar ko'rdinglarmi? Zalimizda ertalab soat 8 dan kechki paytga 9:30 gacha faoliyat yuritadi. Odam ko'p mahali xohlamasanglar, odam kamroq soatlarida kelib, o'zingizlar uchun shug'ullanib ketsanglar bo'ladi bemalol. Soat 8 da ochiladi zal. Mana ko'rasiz. Dushanbadan shanbagacha. Kechirasan. Ikkinchi marta o'sha qilyapsiz. Gapim kelib qoldi-da, nima qilay? Kelib qolganda to'xtatish kerak. Gapirib olib, o'zi qolib ketib qoladi. Savol berishadi, qachon ochiladi, qachon yopiladi, o'shancha aytaman. 8 da ochiladi, 9:30 ga yopiladi. Dushanbadan shanbagacha. Gapiring. Gapirsa maylim. Xullas ko'ryapsizlar qizlar. Sharoiti juda ham zo'r. Men o'zim ham shu yerda уже 3-yil ishlayapman bular bilan birga. Maza qilib ishlayman. Sizlar ham shug'ullanishga kelganinglarda maza qilib shug'ullanib ketadigan zal. Hamma sharoiti bor, keng, toza. Bizda shunga yana e'tibor berasanglar bo'ladi. Mana bular bizani bosimizda bo'ladi. Bizda nima talab qiladi? Shirin tilli shirin bo'lsin deydilar. Har bitta qizlar bilan shunaqa mehr berib gaplashinglar. Ular sizlar nima deydi? Yana kelgisi kelsin zalda deydilar. Shunaqa qizlarimizdan ham o'ziv keladi. Har bitta trenerimizga ham, o'zimga ham shunaqa o'ziv kelgan. Bularning o'zlariga ham mendan o'ziv kelganki, menga rag'batlantirib podarkalar ham berib turadilar. Ya'ni har bitta trenerimizning tili shirin, muomalani zo'r qilishadi. Ya'ni bizda OneFitdan keladimi, abonementdan keladimi, bizda farqi yo'q. Shunaqa o'zivlar bo'lgan. OneFitdagilarni ko'p zaldagilar mensishmas ekan. Haqiqat bizga qizlar kelib aytayotgan gapini aytamiz. Biz OneFitdan kelsanglar ham biz bag'larimizni ochib kutib olamiz mehr bilan. Birinchi o'chirda muomala bizda. Hamma ishlarimizga ham, shogirdlarimizga ham tushuntirganmiz. Birinchi o'chirda pul emas, boshqa emas, muomala birinchi o'chirda rol o'ynaydi. Shunaqa qizlar. O'shaning uchun OneFitdan kelmoqchi bo'lib, qanaqa borsam mensisharmikin, mensishmasmikin deb o'tirmanglar. OneFitinglar bo'lsa, обязательно kelinglar, biz sizlarni mehr bilan kutib olamiz. Abonementli qizlarimiz ham kelaveradi. Bemalol sotib olsanglar bo'ladi.
erkaklashib ketdim, silovoy anaqa kuchayib ketdi. Men noziklasha olmayapman. Men noziklashtirib bering dedi. Keyin birinchi darsimda oxirida такой uyalib anaqa qildi. Agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, govdasi ham такой bo'lib ketganda уже. И o'ynayotganda ham o'zi sezyapti, besunoqa o'ynayapti. Men aytdim, "Asan dedim, 10 yildan beri silovoyda yuribsan-ku" dedim. Asan уже silovoy, faqat silovoy qilsa testosteron oshib ketadi, bilasiz. Asan dedim, уже женственный o'litgansan. Bunga vaqt kerak dedim-da. Men tashlashim kerakmi dedi. Yo'q, tashlama dedim, silovoy ham dedim. Buni dedim, совместный olib borsang, san testosteroning baland bo'lib ketmaydi. Arabskiy bo'lsa, san женственligingni ushlab turadi. Ruhiyati bilan birga. Ruhiyati bilan bo'shashtirib, polniy. Shu to'g'rimi shu? Endi bu yerda testosteron bilan ikkita gormon kurashayotgan bo'ladi. O'sha paytda testosteronni tushirib turib, jenskiy gormonni ishlatayotgan bo'ladi. Farqi shunda. O'shada, shunaqa, u shunaqa bo'lganki, umuman o'sha nima stretching, mana shu jenskiy anaqalarni yig'ishtirib qo'yganda faqat silovoy qilganda. Yo'q, endi u trenerga bog'liq. O'zi erishgan mana ayollar keldi. Masalan, birinchi kelgan ayolda obyomi birinchi trenirovkasida baba obyomi ketadi, vesi ketmaydi. Agar pitaniya tomonlama defitsit kaloriya qiladigan bo'lsa tanasiga, уже ketishi boshlaydi birinchi oydan. Maksimum 3 kilodan 5 kilogacha ham ozishadi. Bu to'g'ri yo'l bilan, sport bilan qilganda. Takka kelib, prosta o'zim uchun kelaman deydigan ayollarda faqat obyom ketadi. Ozvonman, kiloyim ketmasa ham deydi. Farqi uni atyoklari, obyomi qisqarayotgan bo'ladi. Agar plus 70% o'sha dietani qo'shsa, avtomatik kilodan ham ketadi. O'sha женственный, мужской bo'lib ketgan meni o'zimning fikrim. Mana o'sha ozgina xabaringiz bor, anaqa silovoydan xabarim bor, lekin sizchalik professional emasman. Meni fikrim bo'lsa, qarang. O'zlariga kelib shug'ullanib ketishadi-da, qizlarni ko'p ahamiyat beraman. Bizga ham anaqa nima, o'zi shug'ullanib ketadigan trener kelib shug'ullanib ketadigan qizlar просто silovoy qilishadi-da, oxirida rastashkalar qilishmaydi. Ana o'shanga ham bog'liq deb o'ylayman, qotib qolishi. Men bu trener bilan individualniy shug'ullansa, trener обязательно oxirida уже qotib qolmasligi uchun, plastikasi turish uchun o'sha nima deydi, rastashkalar qildiradi. Обязательно bu mana hozir aytib turibsan, bekorga aerobika mixda, ichida gantel, step, kovri, kopto, palka, rastashka deb bekorga aytmayman. So'raganlarga sababi trener bor-a. Polniy ichida под muzika ketadi u narsa, hammasi под muzika, ketma-ketligi bor uni. Tepadan razminkadan kelgan ganteldan kelgan oyog'iga step, kelgan общий palkada rastashkasi bilan, ana kelgan undan keyin zumba bilan arabskiy qilib turib, oxirida rastashkaga yo kovrikka yotqiziladi. Sababi o'sha sen aytgandek oyoqdek mышцасini, грудki, svязкalarini qizib, oxirida cho'zib, tortib, prisidaniya qilib, polniy ketishadi. O'sha silovoyda qotib qolgan qizlarimiz ham asli o'sha sababi trenersiz ishlagani yokida tajribasi yetmagan trener bilan ishlagani. Chunki ularda uni bo'lmaydi, ketma-ketlik bo'lmaydi. Trener nazoratida boshida kelgan ayollarga nisbatan kamroq podxoddan beradi. Shtuki podxod kamroq bo'ladi. Keyin sekin-sekin oshib borgandan keyin uning mышцалari ham o'sha chiniqadi o'shaniki. Masalan, bugun 10 ta qildimmi, keyin kelishiga yana 5 ta qo'shishi mumkin. Bir gal shtukidan, bir gal podxodidan qilsak, avtomatik mышцалар o'shanga moslashib boradi. Shunday. Endi siz menga savol bering. Xo'p, endi arabskiyda ko'p endi bizda o'zbek ayollarimizning talabi qanaqadir uydagi sharoitidan, stresslaridan, charchovlaridan men o'ylayman ko'proq ozgina bo'lsa ham ruhiyatini yengillashtirishga kelishadi arabskiyga. Qanaqa muloqotda muomalada bo'lib, ularni yana ham bir hayotga bo'lgan nima deydi, hayotga bo'lgan qiziqishini oshirib bera olasan. Men endi gruppovoyga kelgan qizlarim o'zi bilishadi, siz ham kuzatgansiz. Shu tomondan sizdan ham maqtov eshitganman. To'g'ri. Men gruppovoyga kelgan, gruppovoy ishlasam ham qizlarim bilan har bitta qizimga individualniy qarashga harakat qilaman. Nimaga desangiz, har bitta qizimizning hayotiy tajribalari, hayotiy stresslari har xil bo'ladi. Ularning miyasidagi har xil nima deydi, depressiyasi, stressi har xil sabablar bilan kelib chiqqan bo'ladi-da. O'shaning uchun
uchun men alohida e'tibor bilan qaratib, ularning xarakteriga moslashib, ularga arabskiy tanits nimaga ularga kerakligini o'zlarini tillarida tushuntirib berishga harakat qilaman. Ya'ni bizani Alloh tomonidan berilgan har bittamizga, har bitta ayolning fitratida bor noziklik, nima deydi, erkalanish, o'sha jozibaligimiz. Hayotimiz davomida o'sha har xil stresslar, tashvishlar bilan ko'p ayollar bu narsani unutib qo'yishadi. Ya'ni nozikligimizni unutib qo'yamiz, ojizligimizni unutib qo'yamiz. Arabskiy raqs bo'lsa, o'sha aslida fitratimizda bor narsani, bizga ko'mib tashlagan narsamizni sekin, astalikda ochib beradi. Ya'ni bu bittada kelganda, bitta darsda bilinmaydi. O'sha kelgan qizlarim ham birinchi yopiq, keng kiyimlarda kelishadi. Keyin уже sekin-sekin, уже tor futbolkaga o'tishadi, keyin maychkalarga o'tishadi. Samatsenkaliga oshadi, Samatsenkaliga oshadi, o'zligini oynada ko'rib, qandoq bo'lishsa, qorni bormi, yo'qmi, popasi bormi, yo'qmi, u figuraga umuman qaramaydi. Уже o'zini qandoq bo'lsa, shunday qabul qilib yaxshi ko'rish boshlashadi. Arabskiy raqs, ya'ni ayolni ichidagi asli fitratini chiqarib, o'zini asli qanaqaligini ko'rsatib berish uchun. To'g'ri. Ya'ni samatsenka deymiz, samatsenkani hozir hamma har xil tushunib olgan. Bu samatsenka deganda o'ziga bo'lgan ishonchini. O'ziga bo'lgan ishonch deganda o'sha bir xilga qizlar aytadi-ku, gelik so'rayman yo'q, u narsada emas. U tabiiy chiqadi-da, sizga уже makrni keragi bo'lmaydi, hiylani keragi bo'lmaydi. Asli siz o'zingiz nozik bo'lib bo'lganingizdan keyin, sizni oldingizdagi juftingiz o'sha noziklik energiyangizni, latofatli energiyangizni his qilib, sizni уже xafa qilishga ham qo'rqadi. Уже makrni atelibdan xafa bo'lib, atelibdan arazlashishingizga hojat qolmaydi. Shunaqa, to'g'ri aytasiz. Endi qizlar, arabskiy bo'ladimi, aerobik mix bo'ladimi, silovoy trenajyor bo'ladimi, farqi yo'q. Doktor aytmasdan burun o'zingizlarni sevib, o'zingizlarning kelajaginglarni o'z qo'lingizlar bilan yaratib, sabr, iroda, vaqt bilan birgalikda olib boramiz bilan sizlarni o'sha cho'qqiga. U bahona, har xil bahona o'tmaydi-da. Men vaqt ajrata olmayman, uydan chiqa olmayman. Agar siz chin dildan, ichingizdan xohlasangiz, cherizdeng, ya'ni kun ora 1 soat o'zingizga vaqt ajrating. O'sha vaqtni ajratganingizga hech qachon afsuslanmaysiz. Yaxshi ham shu narsani qilgan ekanman deysiz. Keyin o'sha 1 soat, keyin 2 soat, 3 soatga ko'payib boradi. Shuncha gapirdik. Mana endi hozir qizlarimizga ham qiziq, arabskiy trenersan, bitta eng sho'xidan qizdiradiganidan bitta arabskiy kutib qolamiz sizlardan ham. Hozir endi azartli demoqchi. Azartli demoqchi, hal qoldi. Odamli deyapsiz, bo'ldi. Zajigayshi demoqchi. Zajigayshi takoy. Yondiraganidan bitta o'ynab berib kutib turganlar bor. هم تهنوا فرحوا وغنوا وانا غنيت ظلموه قلبي اهو حبي اهو والاحباب جرحوه هم تهنوا فرحوا وغنوا وانا غنيت ظلموه يا قلبي يا قلبي الوحده جرحني في قلبي يا قلبي يا حبيبي ايده وهيتجوز على ايده حبيبي ايده Sizlar ko'ryapsizlar, mana qanaqa ziqarli o'ynayaptilar. Sizlarni ham taklif qolaman, arabskiy raqs o'zgacha. O'zinglarning ustida ishlashga imkoniyat. Bravo. Qarasam tugatmayman. Tugamayapsan, qarasang bolalar, gap yo'q. Qizlar ko'rdinglar, anaqa qiziqarli arabskiy ham o'ziga yarasha emotsionalniy ro'yxatini keng darajada ochib bera oladigan. Kutib qolamiz qizlar zalimizga. Mehmonlar kelib, o'zinglarning ustinglarda ishlab, sog'lig'inglar bo'yicha
shug'ullansanglar biz xursandmiz hammamiz. Xo'p, klubnikalarim, shu videoni oxirigacha ko'rgan bo'lsanglar, значит, sizlar zalga chiqadigan qizlar hisoblanasizlar. Shu zalimiz yoqqan bo'lsa, trenerlar yoqqan bo'lsa, sizlarga nomer qoldiramiz, aloqaga chiqing. Hamma ma'lumotlarni sizlarga beramiz. Va podpiska bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Keyingi videolarni kutib qoling, like bosish esingizdan chiqmasin. Kutamiz hammanglarni.